Yuz bergan kuchli to'fondan bir boy kishining barcha mol dunyosi suvga g'arq bo'libdi. Butun boyligi bir pasda yo'q bo'lganiga chidamagan boy ko'chalarda faryodu fig'on chekib yig'lab ketayotsa, qarshisidan bir odam chiqib qolibdi. Katta odamga yig'lash nimasi deya savol beribdi ajablanib. Men yig'lamay kim yig'lasin, debdi boy. Bir zumda hamma mol mulkimdan ayrilib, faqir qashshoq bo'lib qoldim-ku. Ko'p g'am chekma deya o'tishga tushibdi yo'lovchi kishi. Umr yo'ldoshing bormi? Bor, debdi boy biroz hayron bo'lib. Uning aqli hushi, farosati bormi? Boy bir zum o'ylanib qolibdi va ha, bu jihatdan baxtiyorman. Farosatli, soliha, har doim kayfiyatimga qarab yashaydigan juft halolim bor, debdi. U holda nega yig'laysan, ey g'ofil banda? Bu dunyoda mato uchun ham ko'z yosh to'kadimi odam? Saboq uchun bir gap aytay senga. Men shunday bir xotinga uylanganmanki, erning qadr qimmatiga yetmaydi. Sen falokatning nimaligini bilmas ekansan. Agar sen ham aqli kalta, tili uzun, jag'i tinmas bir xotinga uylangan bo'lganingda, o'shanda bilarding haqiqiy falokat nimaligini. Do'konlaring suvga g'arq bo'lgan bo'lsa, sen sog' ekansan-ku, hammasini topasan. Faqat yoningda, ko'nglingdagidek ayoling senga madadkor bo'lsa, ma'naviy quvvat berib tursa, tezda o'zingni o'nglab qolasan, deb ko'nglini ko'targan ekan yo'lovchi. Xulosa esa o'zimizdan, azizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Qadim zamonda o'qish va yozishni yomon ko'radigan bir bola bo'lgan ekan. U turli bahonalar bilan maktabga bormas, borganda ham berilgan vazifalarni bajarmay faqat yomon baho olar ekan. Ota-onasining tanbehlariga quloq solmay, men katta bo'lsam cho'pon bo'laman, qo'y boqish uchun o'qish kerak emas, der ekan. Bir kuni uylari yaqinidagi o'tloqdan qo'ziqorin terib kelish uchun chiqibdi. Qo'ziqorinlarni terib yurib, uylaridan ancha uzoqlab ketibdi. Yurib uncha chuqur bo'lmagan bir daryo sohiliga kelibdi. Narigi sohildan ham qo'ziqorin termoqchi bo'lib, ko'prik qidiribdi. Yaqin atrofdagi ko'prik oldiga borib qarasa, uning chetidagi taxtachaga nimadir yozib qo'yilgan ekan. Bola yozuvni o'qiy olmabdi va to'g'ri narigi sohilga qarab yuribdi. Ko'prikning o'rtasiga kelganda u sinib, bola suvga tushib ketibdi. Ovozining boricha yordamga chaqiribdi. Shu orada qo'ylarni o'tlatib yurgan bir cho'pon kaltagini uzatib, bolani suvdan chiqarib olib so'rabdi. Nega bu ko'prikdan o'tding? Ko'prik ustidagi bu ko'prikdan yurmang, nariroqda yangi ko'prik bor degan yozuvni ko'rmadingmi, deb so'rabdi. Bola unga javoban, ko'rdim, lekin o'qiy olmadim, chunki men o'qishni bilmayman, debdi. Shunda cho'pon unga, bolam, hatto qo'y boqish uchun ham o'qish kerak, deb javob bergan ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa esa o'zimizdan, azizlar. Bir kuni Amir Temurdan so'rashibdi. Sizning oddiy beklikdan shunday buyuk saltanat sohibi darajasiga yetishingizga nima yordam berdi? Men hech qachon umidsizlikka tushmadim. Bu borada chumolidan ibrat olganman. Bir kuni dushmanlarimdan qochib bir xarobaga berkindim. Qutulishdan umidimni uzib, tushkunlikka tushib o'tirganimda ko'zim bexos bir chumoliga tushdi. U o'zining tanasidan deyarli 2 baravar katta bug'doy donasini sudrardi. Uning yo'lida yog'och parchasi bor edi. Chumoli uning ustiga chiqishga harakat qilar, biroq yuki og'irligidan yerga tushib ketardi. Bug'doy donasi yumalab devor tagiga tushar, chumoli qaytib tushib rizqini olib ketishga harakat qilardi. Bu holat 50 martadan ham ko'proq takrorlandi. Chumoli nihoyat maqsadiga yetdi. Bu kichkinagina jonzotning harakatini ko'rib, yuragimda shijoat,
umid paydo bo'ldi. O'z-o'zimga dedim, nahotki chumolicha g'ayratim bo'lmasa, shundan keyin maqsadimga erishguncha hech qanday to'siqdan cho'chmadim deb javob bergan ekan sohibqiron Amir Temur. Bir kishining onasi tikuvchilik qilardi. Oilani shuning evaziga boqar, o'g'lini hech ham ishlashga qo'ymasdi. O'g'li ishlayman desa ham o'qishni mukammal bitirib olishini nasihat qilardi. Onasi xohlagandek yigit yaxshi o'qidi va o'qishni bitirib ishga kirdi. O'g'il oyligining ko'proq qismini onasiga berishlikni niyat qilib, shu bilan onasini xursand qilib turishni xohladi. Alloh taoloning taqdir taqozosini qarangki, ona Alloh azza va jalla huzuriga rihlat qildi. Onasidan ayrilgan o'g'il juda ko'p yig'lar, onasiga oyligini berolmaganidan juda ham xafa bo'lardi. Alloh uchun onasi nomidan oyligining 4dan 1ni faqir va fuqarolarga berib turishlikni nazr qildi. Onasining vafotidan 30 yil o'tdi. Shu yillar asnosida namozdagi har bir sajdada onasining haqqiga duo qilmasdan turmasdi, savobi onasiga borib turishligi uchun. Bir nechta masjidga namozxonlar foydalanishliklari uchun maxsus suv idishlarini qo'ydi. Kunlarning birida namoz o'qish uchun mahalla masjidiga chiqdi-da, jamoatni qilayotgan ishini ko'rib o'zidan xafa bo'lib ketdi. Mahalla oqsoqollari masjidga maxsus suv idish qo'yishayotgan edi. Chunki u o'zi yashab turgan yerdagi masjidga boshqa masjidlarga qo'ygan suv idishlaridan qo'ymagan edi. Mashriq va mag'ribdagi masjidlarga qo'yibman-u, lekin kunda namoz o'qish uchun chiqadigan masjidga qo'yishni unutibman deb o'zini o'zi koyib yuragi siqilib turganda masjid imomi kelib, "Ey falonchi, masjidimizga yuborgan suv idish uchun Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin" dedi. Haligi kishi shoshib qolib, "Yo'q, uni men yuborganim yo'q" dedi. Imom, "Bugun o'g'lingiz kelib, buni otam yubordi" deb aytdi. O'g'il ham shu yerda edi. Shu payt o'g'li otasini boshidan o'pib, "Otajon, savobi sizga yozilib turishi uchun sizning nomingizdan men olib kelib qo'ydim" dedi. "Otajon, Alloh taolo sizni jannat anhorlaridagi suvlardan ichirsin" deb duo qildi. Ota hayratlanib, "O'g'lim, sen maktab o'quvchisi bo'lsang, biror joyda ishlamasang pulni qayerdan olding?" deb so'radi. "Sizni Allohim o'z rahmatiga olgan bo'lsin, buvimning nomidan xayr ehson qilib, buvimga yaxshilik qilganingizdek men ham sizning nomingizdan sadaqa qilib, sizga yaxshilik qilish uchun 5 yildan buyon siz menga ishlatish uchun bergan pullarni yig'dim" deb javob bergan ekan. Subhanalloh. Oldingilarning aytgani qanday ham rosta. Kattalar, ya'ni ota-onaga yaxshilik qilsang, farzandingdan ko'rasan. Biz ota-onamiz uchun nima qildik? Nima qilolyapmiz? E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa esa o'zimizdan, azizlar. Ustoz o'z o'quvchisini kamondan o'q uzishga o'rgatayotgan edi. O'quvchi kamonni va 2ta o'qni olib mashq bajarishga shaylandi. Biroq ustoz uning oldiga borib, undan o'qning birini olib qo'ydi. "Nima uchun ikkinchi o'qimni olib qo'ydingiz?" so'radi o'quvchi. "Men sendan ikkinchi o'qingni emas, birinchi o'qingni olib qo'ydim, chunki birinchi o'qing baribir nishonga tegmas edi" debdi ustoz. "Ammo nima uchun?" hayrat bilan so'rabdi o'quvchi. "Chunki o'q uzayotib, sen zaxirada yana bitta urinish borligini anglab turgan bo'lar eding. Mana shu xotirjamlik insonning eng katta dushmanidir" deb javob berdi ustoz. Hali vaqt bor yoki keyinroq imkon bo'ladi deb umrimizni behuda o'tkazib yubormaylik. Har bir imkondan oxirgisi kabi foydalanaylik. Shundagina balki muvaffaqiyatga erishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa esa o'zimizdan, azizlar.
4 o'g'il va 1 qiz. Ona qo'shnisini chaqirdi, 4 o'g'il va 1 qiziga bir xil maktub yozdirdi. Bolajonim, juda ham qaridim, o'rnimdan turolmayman, yurolmayman. Kelib meni parvarish qilinglar, duoyi joningizni qilaman. Birinchi o'g'ildan shunday javob keldi. Ona, biz hozir Oq dengiz sohilidamiz. Bu yerlar juda go'zal. Bolalarimiz bu yerdan aslo qishloqqa ketmaymiz deyapti. Aybga buyurmaysiz. Bolalarimiz istamasa biz kelolmaymiz. Ikkinchi o'g'ildan shunday javob keldi. Ona, bizga bekorchi gaplar bilan xat yozibsiz, chunki xatingiz xotinimga ma'qul kelmadi. Siz bu yil ham amallab turavering, o'zingiz aybga bermang. Men xotinimni yubora olmayman. Uchinchi o'g'ildan shunday javob keldi. Ona, maktubingizni hozir xotinimga o'qib berdim. Shu paytda ham birovga xizmat qilinadimi? Xudo xayringizni bersin. Shu yoshimda pishgan oshimga sovuq suv quymang. Men xotinimni sizga jo'nata olmayman. To'rtinchi o'g'ildan shunday javob keldi. Aybga buyurmaysiz, ona, ishim ko'pligidan endi xatingizni o'qiyapman. Men sizni tushundim. Meni xotinimdan boshqa chaqiradigan kelin topolmadingizmi? Xotinimni yubora olmayman. Qishloqqa o'rgana olmaydi. 4 aka-uka aloqalashib yechim topishga kirishib, boshlari qotganda oraga kelinlar tushib aql berishdi va onalariga singil qarashi ma'qul ko'rildi. Qo'shni xatlarni bir o'qib uyiga ketgach, ona sho'rlik qo'ngrab yig'lagancha Allohga omonatingni ol Robbim deya yolvordi. Ertasi kuni xorijdagi qizidan maktub keldi. Darhol qo'shnisini chaqirtirib o'qitdi. Onajon, akalarimdan xabar keldi, ko'p qayg'urmang. Endi birga yashaymiz. 3-4 kunda yoningizda bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xulosa esa o'zimizdan azizlar. Bir yigit tush ko'ribdi. Tushida u katta yo'lda borayotgan emish. Yo'l chetidagi bepoyon dalada kishilar bug'doy ekayotganmish. Bug'doy tezda yetilar, ular hosilni yig'ib olib, keyin yoqib yuborishayotgan emish. Bir odam katta toshni ko'tarishga harakat qilar, ammo uddalay olmasmish. Biroq ustiga bir tosh qo'shilsa qiynalmay ko'tarar, uchinchisi qo'shilganda esa ishi yanada osonlashayotgan emish. Bir nechta kishi qo'yning ustiga minib yugurtirib borishayotganmish. Orqalaridan ko'p odamlar chopishar, ammo yetisha olmasmish. Yigit uyg'onib, tushining ta'birini bilish uchun donishmandga uchrashibdi. Donishmand shunday izohlabdi. Dalaga ekin ekib, yig'ib olgan hosilni olovga otganlar, yaxshilik qilib, keyin uni hamma joyda maqtanib gapirib yuradigan odamlarni ifodalaydi. Toshga tosh qo'shib ko'targani sari ishi yengil kechayotgan kishi esa shuni anglatadiki, odamga ilk qilgan gunohi og'ir keladi, ammo tavba qilmasdan yana bu yo'lida davom etaversa, borib gunohlar yukini his qilmay qo'yadi. Qo'y minib olganlarga kelsak, unga mingan olimlar va mo'minlar, yugurib yetolmaganlar esa e'tiqodsiz kishilardir deb javob bergan ekan. Qarz. Muallif Rustamjon Ummatov. Ota soqolini tutamladi. 2 marta yon boshlab, 2 marta tiklandi. Avval sekin, keyin qattiq tomoq qirdi. Javob bo'lmagach, zardali ovoz berdi. "Xo'y, qaydasan?" Dahliz eshigida kampiri ko'rindi. Ohista yurib kelib, deraza ro'parasiga o'tirdi. Na mo'ylovini burayotgani cholidan, na boshi bukik to'ng'ichidan sado chiqavermagach, o'zi so'z qotdi. "Nima bo'ldi, Qodirjon?" Yigit battar qo'nishib oldi. Qarzi bor emish.
Qars ona ilon ko'rgan devonaday to'lg'onib ketdi. Qancha? So'roq savolingni qo'yib tur onasi. Kechaga sigirni pulini bu yoqqa ol. Hoji buva boshi yelkasiga tobora botib borayotgan o'g'liga tikildi. $1 deganing shu topda necha pul turadi? Ota javobni ham kutmadi-da, kampirining qo'lidagi tarvuzday tugunni o'rtaga tashladi. Qancha kerak bo'lsa, sanab ol. Otasi shu pulni bermaganda urib so'kib haydaganda ham Qodirjon bunchalar ezilmasdi. Tili tanglayiga yopishib, bir so'z aytolmay o'rnidan qo'zg'aldi. U o'rta eshikning ostonasidan xatlar ekan, Amironni ovoz taqqa to'xtatdi. Ukalaringga aytganmiding? Qodirjon bosh chayqadi. Bo'pti, qo'l siltadi chol. Ertaga shomdan keyin hammasini chaqirib kel. Bor, tezroq qutul. Yigit narsa boshingni egib yurma. Nega o'tiribsan, hammang o'shqirdi hoji buva. Tur o'rningdan. Biri non kapshayotgan, boshqasi choy ho'playotgan 7 o'g'il dik ketib o'rnidan qo'zg'aldi. Senlar yigitmisan, chol tobora tutoqib borardi. Senlar aka-ukamisan? Rost ayt, xotiningdan qo'rqasanmi yo'qmi? Ya, dada, mana mang'irlama badbaxtlar. Xotindan qo'rqmagan odam odammas. Har doim xotiningni o'yla, qo'rqib turgin. Nimagaki? Xotin xohlasa seni qiladi, xohlasa qaro yer qilib qo'yadi. Erkak bo'lsang, xotiningdan qo'rqib yashagin. Ota bir lahza jimib qoldi. Pashsha uchsa eshitiladigan bu sukunatni buzishga kenja o'g'ilgina jur'at etdi. Nachalligimdan zo'rg'a so'rab kelganman. Dada, nima gap? Tezroq ayta qoling. Otaning g'azab o'ti alangalanib ketdi. Bu yerda milisaligingni yig'ishtir bola. Nima gapmish? Men bilgan narsani nega sen bilmaysan? Sen chekist bo'lsang, bunaqangi gaplardan hammadan burun xabar topishing kerak. Axir akang qarzdor bo'lib yuribdi-yu, nomard. Qancha? Hoy Zumrasha, qanchaligi bilan nima ishing bor, ha? Sendeki tergovchini qara-yu, akangni boshiga kelgan shuni tushunasanmi, yo'qmi? Kenjaning tanobi tortilgach, boshqa birovning so'z aytishga haddi qolmagandi. Hammasining yuziga sinovchan qarab olgan cholning o'z hukmidan ko'ngli to'ldi, yuzidagi tuntlik jinday chekindi. Otalik huzuri bilan bosiq ovozda ola ketdi. Yo'lning bu betida sen ketyapsan. U betida xotining kelyapti. Shunda xotining sen tarafga o'tadimi, yo'qmi? O'tadi. Ha, balla, chunki u seni xotining. Senga hisob berish kerak. Xo'p, ana endi o'sha yo'lda senga qarz bergan odam qarshingdan chiqib qoldi. Sen uning oldiga o'tasan-da, to'g'rimi? To'g'ri. Bobo xontaxtaga qarsillatib mush urdi. Qoshlari chimirilib, ovozi tahdidli tus oldi. Qodir akang xuddi shu holga tushib qopti. Alla kimning oldida yaltoqlanib yuribdi. Aytmaysizmi, axir kimdan olibdilar, qancha ekan, qachon to'lash kerak? Hoji buva shunday o'qraydiki, gapga ot solgan tergovchi o'g'ilning dami ichiga tushib ketdi. Yilday uzun tuyulgan bir lahzalik sukunatni yana cholning o'ktam ovozi buzdi. Hali men tirikman, ota o'ng qo'lini ko'ksiga niqtadi. Senlarga qarab qolgan qarz yo'q. Kecha hammasi tekislangan. Qodirjonning ko'zlaridan yosh quyildi. Bu dag'al so'zlarning har biri unga moyday yoqib borayotgandi. Otasini bag'riga bosgisi, oppoq soqollarini yuziga surgisi kelardi. Cholning oyoqlariga yiqilishdan, saxtiyon mahsalarini o'pib olishdan bazo'r tiyilib turardi. Boshi keti yo'q telba teskari o'ylar bittagina so'zga jamlandi. Meni kechiring, dada. Hoji buva bu holdan mutaassir va otalik martabasidan rohatda edi. O'tir, amr qildi. Yigitning egilgani, o'lgani. Men ota bo'lsam, senlar o'g'il bo'lsang, boshingni baland ko'tar. Esingda bo'lsin, hech qachon qarzdor bo'lma. Bir-biringni yolg'izlatma. Xo'p, dada. Men mana shunaqa odamman, o'g'illarim. Ota tamoman yumshab, halim bir mo'ysafid qiyofasiga kirgandi. Xudodan tilaymanki, hammangiz orqamda qoling.
jonsiz tanamni ko'tarib borayotganingizdayam boshingiz baland bo'lsin. Odamlar davlat hoji chinakam o'g'illarni boqqan ekan desin. Akangiz qimor o'ynamagan, yomon ko'chalarga kirmagan, nasiyaga mol olgan, savdo ishida bo'p turadi-da. Qarz yomon bo'llarim. Qani, endi hamma ish ishiga. O'g'illar uzun qisqa bo'lib chiqishar ekan, ota kulimsirab chaqirdi. Ay, Melisa, ha dada, tushundingmi? Tushundim dada. Nimani tushunding? Qarzdor odam birovning xotinidek gap ekan. Ana shunaqa. Muallif Rustamjon Ummatov. Qiyofasiz qadrdonlar. Muallif Qo'chqor Norqobal. Qiladigan ishi betayin, sonda boru safoda yo'q, lekin mamlakatdagi boshqa idoralardagi kabi har chorakda o'lib tirilib hisobot tayyorlaydigan va buni hayot-mamot masalasi deb biladigan shugina jamoada g'alati ma'raka majlislar bo'lib turadi. Darvoqe, bu yerda G'ilmonov boshliq. G'ilmonov charxning g'ildiragi qo'limda, men bo'lmasam yer to'xtab qoladi deb o'ylaydiganlar xilidan. Yaxshiyam ilonga oyoq bitmagan. Xodimlar ham undan havo olishadi. Hayotni shu ishxonasiz tasavvur qilish mumkin emas go'yo. Idorada G'ilmonovning gapi gap, boshqalarniki esa ketmon sob. Hamma tavozeda, tevaragida xushomad xushtakini chalishadi. G'ilmonov g'irromlikda ham epchil. Xohlasa g'alvarni chilvir deydi, qani ma'qullamay ko'rchi, qovushingni kunbotarga qaratib to'g'rilab qo'yadi. Sarson, sargardon yurasan ish qidirib. Balki shuning uchun ham itning yalog'i bo'lguncha bitning yarog'i bo'l deguvchi mard yo'qdir bu yerda. Mutelik qurisin. Ha-ya, haligi majlis haqida gapiryotgandim-a. Xullas, halim holini bilmaydigan, galdir galini bermaydigan har kim o'zini oqil, o'zinikini ma'qul deb bilgan mashvaratning misidan pisi chiqib, majg'ovlik avj olgan pallada Ilhomjon o'rnidan shaxt turdi-da chiqdi-yu ketdi. Yo, oldin shunday dedi. To'nkarilgan to'nkadan navda o'sib chiqmaydi. Sizlarga gapirishim befoyda baribir. So'ngra eshikka ravona bo'ldi. G'ilmonovning peshonasi ter, izzat nafsi yer bo'ldi. Hatto beparvoligi palak otgan To'xtaqul ham seskanib tushdi. Xo'jayinga mo'ltillab qaradi. Ishga kelganiga 6 oy bo'lmadi hali, lekin bu bolaning mashmashasi mashriqqa yetguday. Har narsaga aralashadi. Biror bir majlis yo'qki, muammo-yu majaroni mag'zava qilib ag'darmasa. Hali undoq, hali bundoq, hamma qotib qolgan, yangicha ishlash va fikrlash tushunchasi yo'q, samarali usullardan foydalanmayapsiz va hokazolar deydimi-yey. Ishqilib ishkal to'rvasining yirtig'idan bodi ham, shodi ham to'kilgan. Idora ishidan norizo. Senga kim qo'yibdi? Qisibgina o'tirding. G'ilmonov bu islohotchi Iskovichni obdan tekshirib ko'rdi. Ortida tanka-pankasi yo'qmikan? Nega buncha karillaydi-ya? Yo'q. Hech kimning arzandasi emas, ota-onasi ham oddiygina odamlar ekan. Institutni bitirgach biroz vaqt vazirlikda ishlaganini aytmasang, g'o'rgina bir bolakay. Ehtimol o'sha yoqda ham yangilik parastligi uchun dumini tugib bu yoqlarga surgan qilishgandir. Bundaylar ko'zdan nari bo'lgani yaxshi-da. Xullas, G'ilmonovning tund qosh qovog'idan qo'rqib qovurg'asi qirsallagan xodim borki, bu boladan norizo. Bunchalar betchopar bo'lmasa, oxiri G'ilmonov ham itini bo'shatdi. Bir hamlasiga mushtoq mute jamoaga bos dedi. Tamom, aqli inoq xodimlar Ilhomjonning ustidan vazirlikka va undan nariga bir dillik ila shikoyat xati jo'natib yuborishdi. To'g'rida bunday mashqi baland mishqalarning boridan yo'g'i yaxshi. Kimsan G'ilmonov bilan tillashasanmi, Tirmizak? Mana, endi shaxsan vazir o'rinbosari hozir bo'ldi. Oldingi hafta bir guruh tekshiruvchilar kelib ketishuvdi. O'zi ham hamma aybni Ilhomjon va anavi
reja bo'limidagi Qodirbekning ustiga ag'darib borishgandi. Qani, keyingi paytlar shu Qodirbek deganlari ham Ilhomjonni yo'rig'ida yo'rtanglaydigan bo'lib qoldi. Bir ikki bor uning gaplarini o'zicha ma'qulladi. Qovundan rang oladi deganlari shu-da. Xullas, majlis boshlandi. Yuqoridan kelgan rahbarning hasratidan o't chatnadi. Loqaydlik, noxush muhit, sansolarlik, ishlarning o'ldi-jo'ldaligini aytib tutaqdi. G'ilmonov qizarib, bo'zarib o'tirdi. Xo'jasining shamasiga shay turgan Shermatovaga qarab, qosh uchirib, ko'z qisdi. Shermatova tushundi. Boshla, deyapti. Shermatova dik etib o'rnidan turib, bu kamchiliklarning asosiy sababchilari g'o'r va tajribasiz, buning ustiga muhitni buzib, suvni loyqalatadigan, sirkasi suv ko'tarmay qolgan ayrim xodimlar ekanligini shartta aytib tashladi. Ular mana oramizda o'tirishibdi. Shu Ilhomjon Olimov bilan Qodirbek Qosimovni shaxsan rahbarimiz necha bor ogohlantirdilar. Biz jamoadoshlar ham to'g'ri yo'lga boshladik, afsus, bular ishga ham, jamoaga ham sovuqqonlik bilan qarashmoqda. O'tgan gal kelishgan tekshiruvchilar ham guvoh bo'lishdi, baribir to'g'ri xulosa chiqarishmayapti. Shermatova xo'rsindi, go'yo yig'lab yuborishiga ozgina qoldi. Hayajondan entika joyiga o'tirdi. Bular hech qachon ish bermaydi, to'ng'illadi Nurmatov. Ikkisini ham haydash kerak, qisqa qildi Hurmatov. Bularga ta'sir qilmaydi baribir. Jamoadan ketishgani yaxshi, ming'illadi Begmatov. Faqat aql o'rgatishadi, ayniqsa mana bu Ilhomjonni sira tuzatib bo'lmaydi, shang'illadi Gulmatov. Ilhomjon o'zi bir uquvsiz bola. O'rgatganimizni olmasa nima qilaylik? Qodirbek yaxshi edi-ku, bunga nima jin urdi, hayronman. Ilhomga qo'shilib bu ham ijikilandi Yormatov. Ularning gapini Kelmatov, Toshmatov va boshqalar ham bosh irg'ab tasdiqlashdi. G'ilmonovning ichidan toshgan allanechuk hayajon shu'lasi ko'zlarida jilva etdi. U yer qarash qilib vazir o'rinbosariga nazar tashladi. Ichidan azil ketdi, xayolidan shu o'y kechdi. Pinagini ham buzmayapti-ya, tosh devor. Ko'nglidagini o'qib bo'lmaydi. Va nihoyat vazir o'rinbosari o'rnidan turdi. Negadir miyig'ida jilmaydi. Vazirlik qarori to'g'riligiga ishonch hosil qildim. U hammaga bir razm soldi. Davra tosh qotdi, davra jim, davra mustar. Barchaning qulog'i ding, qani yana nima derkan? Qisqasi, bu idorani izga solish uchun yangi rahbar qo'yilishi juda ma'qul deb hisoblayman. Vazir buyrug'i bilan bugun majlisimizda ko'p bora tilga olingan yosh kadr Ilhomjon Olimov idorangizga boshliq bo'lib tayinlandi. Davra bir qalqib tushdi. Og'ir jimlik cho'kdi. Sukunatning ham quloqni yoradigan ovozi borligini yig'indagilar ilk bora his qilishdi. Hatto jamoa aqlining nafas olishi birdaniga to'xtab qolganday bo'ldi. Hamma karaxt boshlariga gurza tushganday go'yo. Yo'q, bir mahal Shermatova o'zini o'nglab oldi-yu o'rnidan turdi. Juda to'g'ri tayinlov, Ilhomjon Olimovga ishonamiz, dedi. Kadrlar bo'limi boshlig'i Nurmatov ham ketiga o'tib ketganday o'rnidan dik etib qo'zg'oldi va qaddini tutdi. Ha, albatta, yosh kadrlarga e'tibor berib, ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Ilhomjon yangicha fikrlaydigan, kreativ, renessans, perspektiva, salohiyatli, motivatsiya, xullas nimalardir deb aljiradi. Ma'qul, ajoyib, to'g'ri tayinlov, Hurmatov ming'illadi. Aslida ayni dilimizdagi ish bo'ldi, yaltoqlandi Begmatov. Biz ham shu fikrda iljaydi Gulmatov. Yormatov, Kelmatov, Toshmatov va boshqalar ham bosh irg'ab Ilhomjonga omad tilashdi. Vazir o'rinbosari jamoaga boqdi-da, negadir yuzi duv qizarib tashqariga chiqib ketdi. Unga havo yetishmaganday bo'ldi. G'ilmonov esa esi ketgan ko'yi esankirab xayoli qochib o'tiraverdi. Ro'parasidagilarga boqib qo'rqib ketdi. Ularni tanimadi. Allaqachonlardir qayerdadir ko'rgan, lekin eslay olmasdi. Ko'zlarini ochib yumdi, birdan seskanib sapchib tushdi. Qarshisida tulki tumshuq va
qashqir bosh nim kimsalarni ko'rdi. Ko'z oldi xira tortdi. Dahshatga tushdi. Qo'li bilan yuzini siladi. Yo tavba! O'zining turqi ham tulkining qiyofasiga aylanibdi. O'rnidan turib eshik tomon gandirakladi. Yana ortiga boqdi. Davrani qashqir va tulki boshlar egallab olgan, bir burchakda o'yga cho'mib o'tirgan Ilhomjon bilan Qodirbekning qiyofasi o'zgarmagandi. G'ilmonov aynidan bu dunyoda yuzini yo'qotmagan odamlar ham borligini angladi. Tuyqus manglayidagi ko'zidan ham tashqari botinidami, ko'ksidami, allaqayerda ham ko'zi borligi, bu ko'zi kech bo'lsa-da shu topda ochilganini his qildi. U endi Ilhomjon hamda Qodirbekka shu nigoh ila boqdi. Ularga jon-jonidan achindi. Axir ular mana shu la'nati qiyofasiz to'da, yuzsizlar ichida qolishgan edi-da. Muallif Qo'chqor Norqobul. Ona. Muallif Nargiza Usanboyeva. Rosa xasf yegim kelyapti, oyi. Shunga qaynanam va yerimdan yotib kelishga javob so'radim. Ertaga tushdan keyin yo'lga chiqaman. Uyga borsam, xasf pishiraylik. Xo'p, iltimos, yalinchoq ovozda dedi Madina. Iltimos deganing nimasi, bolam? Albatta pishiramiz. U beixtiyor tamshandi. Tili tanglayiga zulukdek yopishib harakatsiz to'xtadi. Labini yalamoqchi bo'lganda og'ziga quruq, dag'al, qog'ozdek shiqirlagan narsa ilindi. Yutinganda dimog'ida ham namlik sezmadi. Kun bo'yi quyoshda yurdim, o'yladi u, go'sht bozoriga umid bilan kirayotgan edi. Tinkam qurib ketganga o'xshaydi. Tik oyoqda yuraversang, charchaganingni sezmaysan, lekin bir pas o'tirsang bormi, tanangni jon tark etayotgandek shalvirab qolasan. Ba'zilar ro'za tutsa salqingina uyga kirib olib mazza qilib yotadi. U ham birinchi kuni shunday qildi. Saharlikdan keyin uxlamadi. Barcha yumushlarni bajardi-da, tushga yaqin tappa tashladi. To quyosh qaytguncha yotdi. Har qalay qiynalmadi, lekin undan keyin ro'zg'orning yugur-yuguri bilan hali bozorga keladi, hali tomorqaga kiradi, hali o'choq tandirning atrofida kuymalanadi. Bugun ham saharlikdan keyin tomorqadagi sabzining bir jo'yagini begona o'tlardan tozaladi. Keyin gullab gurkirab yotgan kartoshkalarning tagini kavlab 2 sumka terib oldi. Bozorga olib borish uchun. Sotadi. Harna 1-2 so'mda. 2 sumkani ko'tarib uy tomon kelayotganda katta o'g'li boshini qashib chiqib keldi. Turdinglarmi bolam, dedi u bo'yancha cho'zilib, yelkalari ham kengayib, otasining kelbatini olib boshlagan o'g'lidan ko'z uzmay. Nimalar qilib yuribsiz? Yo'g'otmaysizmi? O'zim terib berardim, norozi to'ng'iladi o'g'li. Opangni xasb yegisi kepti. Bozorga so'ppayib bormay dedim. Sotsam pul. Shuning puliga xasbli go'sht olaman-da. Opam kelarmikan? Ha, kecha qaynanasidan, pochchangdan ruxsat so'rabdi. Kechga tomon kelib yotib ketarkan, birinchi marta bemalol kelishi. Nima pishirib qo'yay desam, xasib dedi. Xudoyimdan aylanay. Boshqorong'ida har nima tusaydi-da ko'ngli. Ertaroq uyg'otmabsiz-da. Pomidorlarga suv quyishim kerak edi, dedi o'g'li tomorqa tomon yurarkan. Men ham tomorqaga bir kirsam chiqa olmay qolaman. Sabzini o'toq qilib qolib ketdim. Singling turdimi? Uxlayapti. U 2 sumkani eshik oldiga qo'ydi-da, shirin uxlab yotgan kichkina qizini uyg'otdi. Keyin kiyinib chiqdi. Qayoqqa, oyi? Uyqusi o'chmagan ko'zlarini ishqalab so'radi qizi. Bugun opang keladi. Yotib ketadi. Bozorga borib kelay, xasbli go'sht olishim kerak. Xasb qilasizmi? Ko'zlari porlab ketdi qizchaning. Hammasi rahmatli otasiga o'xshab xasbni yaxshi ko'radi. Tirik bo'lganida hozir u ham quvongan bo'lardi, o'yladi u. Ha, mayli. Peshonasida bor ekan 40 yoshning ustida ketish. Bolaligida sariq bo'lgan ekan. Og'ir mehnat ko'p qildi, aroq ichdi, jigar ishdan chiqqanini sezmay ham qoldi. 4 yildan oshibdi shunga ham. U o'zini ancha tutib olganini o'ylab Xudoga shukr qildi.
har qalay qiz chiqardi. O'g'li kollejda o'qiyapti. Kichkina qizi ham hademay maktabni bitiradi. Bir oyga qolmay nevara ko'radi. Xayol bilan uydan chiqib, 2 sumkadagi kartoshkani ko'tarib yo'lga tushdi. Ketdingizmi? Oyi ortidan qizining ovozi keldi. Ha, choy qilib akangni chaqir. Tomorqada och-nahor ishlayvermasin. Uylarni yig'ishtirib qo'y, opang keladi dedim-a? Tushlikka yangi kartoshkadan qovurib yeya qolinglar. U shunday deb tongda uydan chiqqandi. Ramazon oyi bo'lishiga qaramay bozor gavjum. Nisholda-yu xurmoning ko'pligi ro'za boshlanganini aytib turibdi. Kartoshkamni yaxshi pulga sotsam bir qutugina xurmo ham olaman. Xurmo bilan og'iz ochish juda savobli emish. Nisholda ham olsammikan? Bolalarim yerda-da. Katta qizim ham yeb ketarmidi? Yaxshisi nisholda olaman. Xurmoni boshqa safar olarman. U bolalarining og'zi tegishini o'ylab ko'p narsa olishni diliga tugdi. Dehqon bozorining chetrog'iga o'tib kartoshkasini oldiga qo'ydi. Siz ham kartoshka olib keldingizmi? Butun dunyoni kartoshka bosib ketganmi tavba? Narratorning o'zi 1 soatdan buyon sotolmay yotibman, shang'illab ketdi yonidagi ayol. Shundagina u atrofga nazar tashladi. Rostdan ham atrofda kartoshka ko'p. Kimdir qopi bilan yoniga qo'ygan, kimdir sumkada. Oldiga qopi bilan kartoshkalarni qo'yib olgan ayoli erkak borki, qo'liga changga botgan latta qo'lqop kiygan. To'rqopga kartoshkani solib, 2 yonidan 2 kishi siltash bilan ovora. Shu yo'l bilan o'z molini tozalayapti. Aynan ular bozorda kartoshka ko'pligiga parvo ham qilayotgani yo'q. Xushnud, tillari burro. Sumkada kartoshka sotayotganlar xuddi u kabi o'tgan ketganga iltijoli boqadi, xaridorga yalingudek bo'ladi. Siniq, tushkun. Oluvchi ham ularning yuziga qarab molini baholagandek hafsalasi pir bo'ladi. Nari ketadi. Go'yo ularning kartoshkasi o'zlari kabi ko'rimsiz va ojiz. U bundan 1 soat o'tib ham 1 kilo sota olmaganida yana ham chuqur his qildi. Ishqilib, sotaydi. Uyga qaytarib olib ketmay ming'irlab qo'ydi o'zicha. Bora-bora kartoshkalardan chiqayotgan changdanmi, dimog'ida tuproq hidini, tamshanganida ta'mini his qila boshladi. Quyoshning yerga uzangan nurlari xuddi suv nasos kabi bor namlik, salqin havoni tortib olayotgandek. Shu darajada issiq va dim bo'ldiki, uning nafasi qayta boshladi. Og'zini namlash uchun tamshanay desa, tili harakatlanmasdi. Og'zim qurib ketdi-ya. Ishqilib, iftorlikkacha eson-omon yetib olaylik deb qo'ydi u yonidagi ayolga. 1 soat o'tib, niyati o'zgardi. Ishqilib, sota olay. Xasiplik go'shtlar tugab ketmasa edi. Bandaning aytgani bo'larmidi? Tushdan keyin zo'rg'a 2-chi sumkasi yarim bo'ldi. Qolgan 3-4 kilo kartoshka ko'ziga balodek ko'rina boshladi. Sillasi ham quridi, issiqda o'tiraverib, u oxiri qolgan kartoshkani qaytarib olib ketishga qaror qildi. Nima bo'pti? Uyda yeyilib ketadi-ku. U sumkasini yig'di-yu o'rnidan qo'zg'aldi. Boradi-yu xasiplik go'shtni olib uyga jo'naydi. Hali go'shtni tozalab, yuvib-chayib qozonga osgunicha ham gap ko'p. Kech bo'lib ketmasa bo'ldi. Qizining kelishiga tayyor bo'lsa zo'r bo'lardi-yu, qani unga vaqt. Ayol qadamini tezlatdi. Go'sht bozori tomonga endi burilmoqchi edi, bolaning chinqirab yig'lagani eshitildi. Undan sal narida 1,5 yasharcha qizaloq qaynoq asfaltga yiqilib, kuyayotgan qo'l oyoqlarini tipirchilatib baqirardi. U jon holatda go'dak tomon otildi. Yerdan ko'tarib oldi-yu bag'riga bosdi. Sho'rlik qizaloqcha terga botgan, yuzlari bo'g'riqib ketgan, behuzur bo'lib ham yig'idan o'zini tiya olmasdi. Yur tez-tez, ularning yoniga qo'lida chaqaloq ko'targan yoshgina kelin keldi. Rahmat, xola qo'yib yuboring, o'zi yuradi. Kelinchak chaqalog'ini bag'riga mahkam bosgan. Bilagidan sumkasi ham osilib turardi. Yuring, oyi, yalingan ovoz keldi naridan. Ayol bo'ynini cho'zib qarab, 4 yoshcha keladigan qizchani ko'rdi. U ham qo'lida yelin paket ko'tarib olgandi. 3 bola bilan issiqda nima qilib yuribsiz? Yana hammasi kichkina ekan. Otamni qon bosimi chiqib ketibdi. Shunga shoshib ketayotgandim. Buni ko'rmaysizmi? Oyog'i chalkashib yiqilgan. Kichkina ekanda. Katta odamlar chidolmayapti-yu issiqqa dedi. Jajji qizaloqni bag'ridan qo'ymay o'rnidan turar ekan. Qaysi tomonga yurasiz?
qo'yishib kelay, katta bekatga borishim kerak. Ayol yo'lni chamalab ichini urib qo'ydi. Chunki 700-800 metrcha narida bozorni aylanib chiqib, ko'prikdan o'tib yana picha yurish kerak. U sumkasini yelkasiga amallab o'tkazdi-da, qizaloqni mahkamroq tutdi. 4 yashar qizaloqqa ham rahmi keldi-yu, nachora. Ozgina yurar yurmas qo'lidagi qizcha uxlab qoldi. Endi ayol qo'li toliqqanida uni yerga qo'ya olmasdi ham. Qadamini tezlatay desa, kelinchak ham, o'zi ham ortdagi qizaloqning odimi bilan hisoblashib kelyapti. U charchaganini sezdi. Madori quridi. Tili butkul tanglayiga yopishdi. Iftorlikkacha sabr ber, Xudoyim. Joni halqumiga kelib bekatga yetdi. O'rindiqqa cho'karkan, qo'llari hech narsani sezmayotganini his qildi. 3 kilodan ortiqroq kartoshka, qizcha va tashnalik tinkasini quritdi. Rahmat xola, uyg'oting uni, sizni ham ovora qildik. Juda shirin uxlayapti. Qaysi taksiga o'tirasiz? Birorta odamni qo'liga beramiz, dedi ayol go'dakka achinib. So'ng aytganini qilib bolani taksida o'tirgan yosh yigitning qo'liga tutqazdi-da, kelinchak bilan xayrlashdi. Shuncha yo'lga orqaga qaytaman endi. Mayli, og'rinmang. Savob-ku. Jonim qolmadi lekin. Yiqilib tushmasam edi. U suvsizlikdan lablari yorilib ketganini sezdi. Shosha-pisha go'sht bozorga kirarkan hiddan ko'ngli ag'darildi. Tishini tishiga bosib atrofga alangladi. Izlagani yo'q. Qassoblardan surishtirdi. Tongda bo'ladi xasifli go'sht. Bu issiqda uni saqlab bo'ladimi? Eng oxirini yarim soatcha avval sotishdi-yu, deyishdi hammasi. Ayol bor budidan ayrilgan kishidek shalvirab qoldi. Qizimga nima deyman? Oyim xasib pishirib o'tiribdi deya tomog'i tushib kelayotgandir. Ayolning madorsizligi ham, chanqagani, ro'zadorligi ham unut bo'ldi. Xasibli go'shtni qayerdan topsam bo'ladi deb bozorda zir yugurdi. Natija yo'q. Ichidan nimadir uzilgandek bo'ldi. Yig'lab yuboray dedi. Sudralib, parishon holda bozordan chiqdi. Oladigan boshqa narsalarni ham esdan chiqaribdi. Uyga qanday kelganini ham bilmaydi. Oyim keldi degan ovozdan so'ng hushi o'ziga qaytdi. Opang keldimi dedi u kichkina qiziga qararkan. Yo'q hali. Qo'shnimiz Gulnora opa bir dunyo go'sht tashlab ketdi. Boqayotgan ho'kizlarni so'yishibdi. Sizlarning ham haqqingiz bor. Oyingiz tomorqalaringizdan rosa o't yulib tashlardi dedi. Ayol qo'lidagi sumkani to'p yetkazib bir chetga tashladi-yu, uyga kirdi. Qizi yelim tog'orachada xom go'sht ko'tarib keldi. Mana oyi. Voy. Xasibli go'sht-ku, ayolning ko'zlari chaqnab ketdi. Qara, atay xasib qilishsin deb beribdi-da Gulnora. Xudoyimdan aylanay. Menimcha, o'sha kelinchakka yordam berganim uchun rizqimizni oson yubordi. U horg'inligini ham, tashnaligini ham, ro'zadorligini ham unutdi. Vujudi kuchga to'lib xasib pishirishga kirishdi. Nisholdami, xurmomi olish ham esimga kelmabdi deb ichini urgan bo'lsa-da, dimog'i chog' edi. Muallif Nargiza Usanboyeva.